Kuni kecha Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida ajdodlar izidan intellektual tanlovining vazirlik bosqichi yuqori saviyada tashkil etildi. Mazkur tanlovda joriy yilning may oyida O'zbekiston Yoshlar ittifoqining hududiy kengashlari tomonidan o'tkazilgan hududiy bosqichlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan harbiy xizmatchilardan iborat jami 14 ta jamoa ishtirok etib, o'zlarining bilim saviyasi, mantiqiy fikrlash qobiliyati, mutolaa madaniyati hamda jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarini namoyon etdilar. Tanlov jarayonlari O'zbekiston Yoshlar ittifoqi kengashi hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislaridan iborat hakamlar hay'ati tomonidan ochiqlik, xolislik va shaffoflik tamoyillari asosida baholab borildi. Tanlov nizomiga muvofiq har bir jamoa 6 nafar harbiy xizmatchidan iborat tarkibda ishtirok etdi. Intellektual bellashuv ishtirokchilarining kitobxonlik madaniyati, tarixiy xotirasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmati, mantiqiy tafakkuri hamda jamoaviy ishlash ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Shuningdek, bu kabi bellashuvlar yosh harbiy xizmatchilarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ajdodlarimiz qoldirgan boy ilmiy-ma'rifiy merosni chuqur o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirish va vatanga sadoqat tuyg'ularini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. G'olib va sovrindor jamoalar O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vaziri nomidan diplom hamda esdalik sovg'alar bilan tantanali ravishda taqdirlandilar. Shuningdek, birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoaga vazirlik va idoralar o'rtasida o'tkaziladigan ajdodlar izidan intellektual tanlovining yakuniy bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmasi topshirildi.